alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Monday, September 16th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 77. And the topic of today's lesson is terrible toothache. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, terrible. Terrible. Number 2, toothache. Toothache. Number 3, no. No. Number 4, dentist. Dentist. Number 5, appointment. Appointment. Number 6, urgent. Urgent. Number 7, feel. Feel. Number 8, nurse. Nurse. Number 9, moment. Moment. Number 10, late. Late. Number 11, early. Early. Number 12, wait. Wait. Number 13, till. Till. Okay, yuqorida so'zlarning o'qilishini ko'rdik. Savoldoshlar hamda ma'nolari bilan tanishib chiqsak, number 1, terrible. Terrible degan nachar, eski degan so'z, awful ga o'xshab ketadi. Amaliyotda arishkilisini ko'rib bo'ldik biz, lekin bir takrorlashib qoladi bugungi darsda, okay? Terrible, eski, nachar bo'lib qoladi. Bakli nachar degan ma'nosi bor. Number 2, toothache. Bu tish og'riqi degan gap. Oldidagi tooth degani tish, bir tish qartilganmi? Inglizchada mushtaqamda bir tishni tooth deydi. Birdan ortib ketsa qanday tishning soni? Bu chog'da teeth deydi. Men hozir duskur ko'rayotganingizdek tooth sol tarafdagini tish, ya'ni bir tish qartilgan. Teeth desakchi tishlar bo'ladi. Ikki ya undan ortiq. Demakchi ma'laqi birlik ismlarning olib keyniga as qo'shimchasi qo'shilib shu birlik ismning ko'pligi yasaldi degan qoidaga tushmaydiganlar bir ism bo'lib qoldi menga. Ingliz tilida xili ko'p uchraydi bunday ahvol. Xo'sh, uzun gapning qisqasi tooth, tish, bir tish qartilgan, teeth, tishlar, okay, ko'pligi. Demakchi nimaga tish og'rig'iga qaysini ishlatirganmiz? Birlik ismini ishlatirganmiz. Bir tishdagi tishni, tooth, okay? Ache degan og'riq degan so'z o'zining ayrim ma'nosi. Demakchi toothache degan nima? Tish og'rig'i bo'ladi. Number 3, no. No degan bilish. Masalan, I know, I don't know deb qo'yamiz, men bilmayman deb. Buni uygun bo'lgan so'z, lekin takrorlashib qolsin deb yana bir qatim saningizga yana bir qatim selishim darsda. Okay? Number 4, dentist. Bu tish doktori degan gap. Bu tish doktorini doktordan farqlantirib bila olaylikmi? Mana bu yerga yozib qo'yganimdek ko'rayotganingiz sol tarafdagisi doctor, o'ng tarafdagisi dentist. Doctor degan doktor, doktor bilan tish doktori ikki gap-ku. Dentist deganni tish doktori deymiz. Inglizchada ariydi, okay? Number 5, appointment. Appointment degan oldin deyishib uchrat ilish bor, bu masalan doktorga borganda yoki işte bir ma'lum o'rinlarga borganda yugurabli ustli bog'lanmaydi-ku. Bo'libmi g'arb ellarida ko'pincha ahvollarda qanda oldin deyishib qo'yib, kunni, soatini deyishib qo'yib boradigan gap. Navbat ilish deymiz. Uyg'urchada toz mos gap ketmaydi. Bir so'z bilan ifodalaylik desak, tushundingiz maqsadni. Appointment degan nima? Naqash shu. Ko'rishish uchun uchrat ilish degan gap. Sal uzrab ketdi gap, lekin shu ma'noni bildirdi demakchi appointment. Okay, masalan, I have an appointment with the doctor desak, mening doktor bilan bir işte oldin deyishib qo'ygan o'chirdim bor, ko'rishish o'chirdim demakchi. Okay? Number 6, urgent. Bu jiddiy degan gap. Masalan, it's urgent deb qo'yamiz. U jiddiy degandakchi. Number 7, feel. Bu his qilish degan gap. Masalan, I feel cold desak nima bo'ldi? Men
soğuk his qilyapman degan gap bu amaliyotda men to'nglayapman degan ma'nosi bor. Okay? I feel cold, men soğuk his qilyapman yoki to'nglagan his qilyapman degan gap to'shim ma'nosi qandaq men to'nglayapman degan gap. Xo'sh, feel degan his qilish. Number 8, nurse. Nurse degan sestra. Okay? Doktorni doctor dedik. Tish doktorini dentist dedik. Sestrani derkemiz nurse deymiz. Okay? Number 9, moment. Bu daqiqa deganda bir ma'nosi bor so'z. Masalan, just a moment degani bir daqiqa degani. Masalan, qarshi tarafni saqlashga nim qilganda qarshi tarafniki saqlashini umid qilganda qanday qilsa deydi-ku. Tavsiya qilganda just a moment kichikgina saqlab turing degandir-ku. Yoki bir daqiqa saqlab turing degandir. Demakchi, moment degan daqiqa qisqa bir vaqt degan ma'nosi bor. Number 10, late. Bu kechikkan degan gap albatta buni o'rganib bo'lgan savoldoshlar. Number 11 qarsangiz early. Early degan shu late nomlaq aksi, ya'ni baldur degan gap. Okay? Masalan, I am late degan nima uchun? Men kechikkan holatda demakchi. I am early desakchi, uning aksicha men baldur kelib qolibman degandir. Men baldur demakchi. Late, early bular sifat so'zlari, ma'nolari shu hozir degandek late degan kechikkan holda yoki kechikkan, early degan baldur kelgan degandek ma'nosi bor. Sifat so'zlari uchun ismini tutaylik. Number 12, wait. Wait degan saqlash degan gap. Masalan, please wait degan nima? Saqlagan bo'lsangiz degandek. Xo'sh, wait degan saqlash ekan. Number 13, till degan masalan g'icha deb olamiz, iniq deganda masalan bir misol bersam, inglizchada wait till 5 o'clock deb qo'ydi. Masalan, buni texmo to'liq bir jumla ichida keltirsak, please wait till 5 o'clock. Degan gap bu. Please wait degan kutingiz degan gap bu. Till 5 degan shu 5 gacha demakchi. O'clock degan soat qo'y. Soat 5 gacha kuting demakchi. Okay? Demak 5 dan burun bir ish bo'lmaydi demakchi. 5 gacha, 5 ga qadar kuting demakchi. Okay? Please wait till 5 o'clock. Demak till 5 deganda mishadi 5 gacha desak, till deganda qanday shu gicha deganda işte bir ma'nosi bor, bir oldi qo'shiluvchi demakchi. Oldi qo'shiluvchilarni qilib bilgandik-ku biza. Xo'sh, undan yuqoriqilar so'zlarning o'qilish ahvoli va ma'nolari endi biz qanday qilamiz? Albatta, tez bir temani ko'rib chiqib, temaga nazarimizni oldirib o'tib, undan dialogni o'qiymiz. Lesson 77, ya'ni 77-dars ekan. Mavzusi terrible toothache, ya'ni nachar bir tish og'riqi deydi. Okay? Nachar tish og'riqi. Xo'sh, emas biz tuvandagi nimani ko'rib o'taylik, mana savolni ko'rib o'taylik, dialogni o'rganishdan burun, biz bu savolga javob berishni maqsad qilib o'rganamiz bu dialogni. Qarang. What time of day is it? Do you think? Deydi. What time of day degan nima tushunamiz? Nima vaqt? What time degan nima vaqt yoki qanday vaqt bo'ldi bu? Of day degan kunning degan gap. Is it u bo'lsa, ya'ni u kunning qaysi vaqti degandek bir gap ekan-ku. What time of day is it? Yani kunning qaysi vaqtini inglizchada deydi ekanmiz, what time of day deymiz. Is it degan u shu kunni demakchi. U kunning ma'lum bir vaqtni demakchi. It's 5 o'clock deganni nima degan to'q? Savoqdoshlar yodingizda bor. Soat 5 bo'ldi degan to'q. Hargizmi u bo'lsa soat 5 bo'ldi demaydi to'q. Demak, shariki it deganni nima tushunsak bo'ladi, shu vaqt qatilgan. Ya'ni u kunning qaysi vaqti demakchi. Okay? Do you think degani sizningcha yoki siz o'ylaysiz degan gap. Masalan, do you think ni ayrim bir misol qilib bersam, jumla ichida keltirib, masalan, astaga tushib, do you think this is good? Shuna deysiz jumlani. Do you think this is good degan nima? Do you think degan siz qaramsiz degan gap. Siz o'ylamsiz degan gap-ku. Do you think degan. This is good degan bu yaxshi. Ya'ni siz buni yaxshi deb o'ylamsiz degan gap. Okay? Do you think this is good? Siz buni yaxshi deb o'ylamsiz yoki sizningcha bu yaxshimi deb tushunsak bo'ladi.
Do you think deganimi sizningcha siz ashta o'ylamsiz demakchi. Ashta o'ylamsiz, siz ashta qaramsiz, sizningcha mundami demakchi. What time is it? What time of day is it? Do you think degan qanda umumyuzlik tushunsak, sizningcha u kunning qaysi vaqti demakchi. Okay? Nima demakchi? Sizningcha u kunning qaysi vaqti? Balki bir ishning bo'layotgan vaqtini so'rayapsiz. Sizningcha bu vaqt kunning qaysi vaqtiga to'g'ri keldi deb so'rayapsiz ekanda, bu bizning farzimiz-ku. Ya'ni tafsilotni dialogning o'rganamiz albatta. Anandagi savol tugumida yana bir savol bor. How do you know? Do you know degan siz bilamsiz degan gap. How do you know degan siz qanday bilasiz degan gap bo'ldi-ku. How qanday? Do you know siz bilasiz. Demakchi, bizdan ikki savol so'rar ekan. Birisi sizningcha u kunning qanday vaqti yoki qaysi vaqti deb bo'lib, siz qanday bilasiz deydi. Shunaqmi? Bu ikki savolni ismimizni ching tutib turib, hozir biz qanday qilamiz? Albatta dialogni o'rganamiz. Lesson 77 Terrible Toothache deydi. Bundan sonra aldıdan bu rasmga bir qarab etsak, sol tarafda bir akish turdi. Qo'li bilan o'ng mang'zini tutyapti, o'ng yuzini tutyapti, qarang. Sal jiddiylashgandek turdi, ko'zlari qarang. O'ng tarafda bir qarmoqqa sestradek bir ayol turdi, undan bir dabdami kitobni bir narsa qarab gap qilib turibdi. Shundaqmi? Okay. Oldida bir telefon bor ekan, demakchi. Chislar bir qarab o'tgan April 14th, 14 kuni dedi. Undan sonra shunday bir manzarni ko'rib o'tib qanday biz hozir dialogni o'rganib chiqamiz. Nurse nima boshlabdi gapni? Good morning, Mr. Croft. Good morning, Mr. Croft. Desa, Mr. Croft nima debdi? Good morning, nurse. Good morning, nurse. Deb bo'lib, I want to see the dentist, please. I want to see the dentist, please. Desa, nurse nima deydi? Do you have an appointment? Do you have an appointment? Desa, Mr. Croft nima dedi? No, I don't. No, I don't. Deganda nurse qopib, is it urgent? Is it urgent? Deb so'radi. Mr. Croft bunga nima deb javob berdi? Yes, it is. Yes, it is. Deb bo'lib, it's very urgent. It's very urgent. Deb bo'lib yana, I feel awful. I feel awful. Deb bo'lib, I have a terrible toothache. I have a terrible toothache. Desa, nurse nima deydi? Can you come at 10 a.m. on Monday, April 24th? Yana bir qatam. Can you come at 10 a.m. on Monday, April 24th? Desa, Mr. Croft nima dedi? I must see the dentist now, nurse. I must see the dentist now, nurse. Desa, nurse nima deydi? The dentist is very busy at the moment. The dentist is very busy at the moment. Deb bo'lib, can you come at 2 p.m.? Can you come at 2 p.m.? Desa, Mr. Croft nima deydi? That's very late. That's very late. Deb bo'lib,
Can the dentist see me now? Can the dentist see me now? Desa nurse nim deydi? I'm afraid that he can't, Mr. Croft. I'm afraid that he can't, Mr. Croft. Deb bulup, can't you wait till this afternoon? Can't you wait till this afternoon? This is Mr. Croft nim deydi? I can wait, but my toothache can't. I can wait, but my toothache can't. Alright, yuqorqisi tekstning o'qilishi, dialogning o'qilishi endi biz ma'nosini tushunib baqsak qarang. Nurse nim dedi? Good morning, Mr. Croft. Naydi tushunishlik. Xayrli sahar Croft efendim deydi. Okay? Yoki xayrli degan. Croft efendim nim deydi? Good morning, nurse deydi. Xayrli sahar sizga bo'lsin yoki xayrli sahar sister degan gap qo'y. I want to see the dentist, please. I want to see degan nima? Mening ko'rgim bor deydi. Nimani? Kimni? The dentist, doktorni. Tish doktorni. Kechiring, ha? I want to see the dentist degan nima? Shu mening tish doktorni ko'rgim bor degan gap. I want to degan mening bunda qilgim bor degan gap qo'y, ha? Yoki bunda qilmoqchi. I want to see the dentist. Mening tish doktorni ko'rgim bor de. Please degan qanday? Shu jumlaga yug'urib bersak, mening tish doktorni ko'rishim bor ya ayna degandakchu. Gapimni tushuntirishga qilib salaliqi. Takalluf ma'nosida, takalluf turuqida elvasak bo'ldi, please ni, ha? Bir ko'rishadigan tem, ko'rishim bor degandakchu. Nurse nim dedi u gapga? Do you have an appointment? Do you have degan sizda bormi degan gap. Nima? An appointment. Ko'rish navbati demakchi. Ko'rish navbatingiz bormi? Ko'rishga navbat olganmidingiz demakchi-ku, ha? Do you have an appointment? Mr. Croft nimdab javob berdi? No, I don't. Degan gap bu. No, I don't have an appointment degan gapning qisqartirilmasi. Qisqartirilmasa deydi-ku. Do you have bizning desa no, I don't desak, yo'q, menda yo'q degan bo'limiz. Yes, I do desak, ha, menda shu narsa bor degan bo'ladi-ku. Ha, buni qattiq ko'rdingiz bular jumlani. Xo'sh, do you have an appointment? Nimdab javob berdi? No, I don't deganda deb javob berganda nurse nimdab so'radi? Is it urgent? Bo'lsa u jiddiymi dedi. Endi jiddiymi degan gap bu. Nima demakchi? Shu ish demakchi, siz ko'rishadigan ish. Okay? Is it urgent? U jiddiymi deydi. Buni uyg'urcha jonliq qilib qanda jiddiymi deb olsak bo'ldi-ku. Mr. Croft nimdab javob berdi? Yes, it is. Ashtaq dedi. Yes, it is degan nima gap amaliyotda? Yes, it is urgent. Qisqartirib, yes, it is ham deydi-ku. Hozir deb bo'ldim-a. It's very urgent. Yani qayta takrorladi. It's very urgent. Bu bak jiddiy deydi. Okay? I feel awful dedi. Nachar esqibatma degan gap bu. Buni nima deymiz? Uyg'urchada jonliq qilib, men bo'lanmadimmi deb olamiz-ku. I feel awful degan shu men nachar esqibatma degan gap so'z ma'nosi bo'yicha olsak, uyg'urchada buni men bir xil bo'lanmadimmi deb olamiz. Jonliq qilib, okay? Lekin so'z ma'nosini ashta tushunmasangiz bo'lmaydi. Masalan, men esqibatman, nachar deb. Okay? The bulb, I have a terrible toothache. Menda bir nachar tish og'riqi deydi. Tishim bak og'rib ketadi desakmi bo'ladi-ku uyg'urcha jonliq qilib. Lekin inglizchada shunday ifodalaydi. Menda bir nachar tish og'riqi deb. Okay? Nurse nim dedi bu gap qarta? Can you come? Kelalamsiz degan gap bu. Nima deydi? 10 a.m. soat 10da deydi. Soat 10da kelalamsiz degan ekan. Gap tugmabdi qarang. Yana diqqat qilsangiz kayniga. On Monday, dushanba kuni deydi. Qaysi dushanba kuni? April 24th. 4-24-dagi dushanba kuni demakchi. Diqqat qilgan bo'lsangiz, g'arb ellarida bakki umumlashgan ahvol bu. Masalan, haftaning palonchi kuni, ya'ni palonchi oyning palonchi kunidagi haftaning palonchi kunida night aniq ifodalaydi inglizchada bo'libmi.
Okay? Başqa tillarning ahvolini o'qimayman. Demak, ingliz tilida falonchi aynan falonchi kuni ko'rishaylik degan gapda cho'qim haftani qo'shib deydi shunday holatda. Ya'ni haftani boshida devoldi albatta. Anondan keyin oy kun nimada deydi. Hatto keyingi yilni qo'shib qo'ydi ba'zida. Okay? Demakchi bak night bak dal joyda planlaydi demakchi u oy kunni, hatto haftagacha demakchi. Unda olsa, can you come at 10 a.m. on Monday, April 24th degan nima? 4-24 kunidagi dushanba kuni tushdan burun 10da kelarlamsiz degan gap bu. Can you come degan kelarlamsiz degan gap bu. Okay? Xo'sh, unda olsa 10 a.m. ni tushunib oldingiz, tushdan burun soat 10 degan gap. AM nima? Tushdan burun qartilgan. PM bo'lsa tushdan keyingi qartiladi. Xo'sh, unda olsa 4-24 kunidagi dushanbada tushdan burun soat 10da kelarlamsiz deydi. Qarang, nimani bir aslatib o'tay, ma chislani. Tamdagi chislar nima deydi? April 14th. 4-14 deb turdim. 10 kundan keyinning gapini qilyapti. Okay? Deganda Mr. Croft qopib, I must see the dentist now, nurse. I must degan bunda qilishim kerak degan gap qo'y. Nimani? See the dentist. Tish doktorini ko'rishni. Ya'ni men tish doktorini ko'rishim kerak deydi. Qachon? Now, hozir. Men ko'rishim kerak tish doktorini hozir, sestra degan gap. Okay? İngilizce ifodlaydi. Men ko'rishim kerak tish doktorini hozir deb. Uyg'urchada qanday unda demaymiz. Men tish doktorini hozir ko'rishim kerak deb, ko'rishim kerakni eng oxirida olamiz. Men jiqdab kelyapman ingliz tilining ifodalash yo'li ko'nishga boshlashingiz kerak deb. Albatta Uyg'urcha unda tarjima qilsak xalq kuladi, lekin bu inglizcha tafakkur qilishingizga foydasi bor. Men ko'rishim kerak doktorni hozir deb. Okay? I must see the dentist now, nurse. Okay? Deganda nurse nima dedi bu gapga? The dentist is very busy at the moment. Tish doktori bo'lsa, nimaga aldirash shu topda degan gap. At the moment degan shu topda degan gap. Abim momentni daqiqa degan tuqa, shu daqiqada deb asahim bo'ldi. Okay? Shu topda, shu daqiqada degan gap shu. Shu hozirning o'zida demak shu, dal shu chaqda demak shu. Okay? Ya'ni tish doktori shu topda back aldirash demak shu. The dentist is very busy at the moment. Can you come at 2 p.m.? Tushdan keyin 2 kelarlamsiz degan gap bu. Can you come kelarlamsiz at 2 p.m. Tushdan keyin 2da. This is Mr. Croft qopib, that's very late. U back kechikkan bo'ladi degan gap mana. That's very late. That degan u ashu. Nima demakchi? Ashu 2 p.m. demakchi, okay? Demakchi u bo'lsa night kechikkan bo'ladi demakchi. Ya'ni u to'lima kechikkan bo'ladi. Keyin qolgan bo'ladi demakchi. That's very late, okay? Look, can the dentist see me now? Tish doktori, can the dentist see me? Tish doktori meni ko'ra olamdi degan gap bu. Masalan, can you see me degan, siz meni ko'ra olamsiz degan gap. Can the dentist see me now degan, tish doktori meni ko'ra olamdi. Yo'q, tish doktori ko'ra olamdi meni hozir degan gap qo'y. Ya'ni Uyg'urchada ravon desak nima degan gap bu? Tish doktori meni hozir ko'ra olamdi degan. Desa nurse nima deb javob beradi? I'm afraid that he can't, Mr. Croft. Afraid ne ansiraydigan, qo'rqadigan degan to'q. Buni meningcha mundamiki deb asahim bo'ladi degan. Ya'ni men staraq bo'lishdan ansirayman jumon degan ma'nosi bor, boshqa purg'i bor. I'm afraid degani men ansirayman. Nimadan? Shuningdan. That. Nimadan? He can't. Uningki qilolmasligidan, ya'ni sizni ko'rishni demakchi. I'm afraid that he can't see you now deganni qisqartirib, I'm afraid that he can't deblam qisqartiradi. Xo'shunda olsa buni Uyg'urchada jonli qilib nima desak bo'ladi? Hay ko'ranmasniki Croft afandi deb olsak eng jonli bo'ladi. Hay ko'ranmas, hay ko'ranmasniki. Nasbiyadiki ko'ranmasniki degan nima shu? Amaliyotda men uning ko'ranmasligidan ansirayman degan gap Uyg'urchada. Shunaqa qo'y, hay ko'ranmasniki degani shu, hay ko'ranmasligidan ansirayman degan gap qo'y. Men jonliq tushunaylik. I'm afraid bizim degani shu, hay ashtamiki degani demakchi. Ashta bo'lishdan ansirayman, ashtamiki deb ansirayman degan gap qo'y. Okay? The bullet can't you wait till this afternoon?
Agar can you wait bo'lgan bo'lsa saqlay olamsiz bo'ladi. Can't you wait degan shuna ta'tirsi, ya'ni savolni ta'tir so'rag'ini, ya'ni saqlayamamsiz degani. Yana bir qatimda ya can you wait bo'lsa saqlay olamsiz tuz so'rag'ini. Can't you wait degani saqlayamamsiz ta'tir so'rag'ini. Tushunishmi? Ha. Can't you wait saqlayamamsiz. Nimagacha, qachongacha deydi u? Till this afternoon, bugun tushdan keyingacha. Makchi bugun tushdan keyingacha saqlayamamsiz degan gap. Okay? Bugun tushdan keyingacha saqlayamamsiz deganda Mr. Croft nima javob bergan? I can wait. Men saqlay olmayman dedi. But lekin my toothache can't. Lekin mening chag'riqim saqlayolmaydi degan gap bu. Diqqat qilgan bo'lsangiz bu demak inglizchdimi tilning o'zida naydi yumor demak shu tilni so'zlikchilarga bog'liq-ku, naydi yumoristik bir xil narsalar singib ketgan. Okay? Albatta uyg'ur tilim bor. Shunga diqqat qilsangiz demakchi yo'q saqlayolmayman degan gapni mushtarak qiziqarli ta'avutida demakchi, yumorlik qilib, yo'q saqlayolmayman deganni men saqlay olmayman, lekin men tishim saqlayolmaydi, chag'irqim demakchi. Okay? Qo'shimda olsa I can wait till this afternoon, but my toothache can't wait till this afternoon deganlarni qisqartib I can wait, but my toothache can't atlam qisqartib elitib. Bularni tushunyapsizmi? Qo'shimda olsa dialog, mush dialog savolashlar. Endi biz qanaqa qilamiz? Albatta, ayliq savolga javob beryapmiz. What time of day is it, do you think? Sizningcha bu kunning qaysi vaqti deydi. Javob I think, albatta do you think degandan keyin I think deb boshlaymiz bu. I think it is the morning time. I think it's the morning time. What time of day degan kunning qaysi vaqti degan gap. Biz nima deb javob beramiz? The morning time degan vaqti degan gap. I think it's the morning time degancha meningcha u atgan vaqti, ya'ni tushdan burun vaqti demakchi. How do you know? Qanday bildingiz deganga nima deb javob beramiz? I know because they said good morning. Good morning degan qanday nimaga naql keltirish qo'shtirnoqning ichiga bersak bo'ldi. Asta dedi demakchi-ku. Ya'ni I know because they said good morning. Men bilaman chunki degan gap. They said ular dedi good morning deb. Okay? Ya'ni I think it's the morning time. I know because they said good morning. Men meningcha yoki I think meningcha degan gap bu. Meningcha u atgan vaqti men bilaman yoki men bildim chunki ular good morning dedi degan gap bu. Tushunishliqmi? Okay. Unda hozir nima qilamiz sanoqdashlar? Hozir biz issiqda mushunchalik bilvog'inimizning asosida qanday qilamiz? Ma og'zaki mashqlarni ishlaymiz albatta. Lesson 78. When did you bilmaysizmi? Qachon bunday qilgandingiz demakchi ekan, ha? Oldi bilan albatta qachon degandan keyin shu aniq vaqtini deb berishga to'g'ri keldi. Unda bo'lsa qaysi vaqtlarning oldiga qaysi oldi qo'shilg'ichlarni ishlatganligimizni bir mashq qilib o'tmaylikmi, qarang, ha? At 1 o'clock der ekanmiz, soat 1da deganni. Masalan, at 5 past 2. 5 o'tdi 2dan. 5 past 2 degan 5 o'tdi 2dan degan gap bu. Undan uni yana bir xil deydigan bo'lganda 2:05. 2:05. 2:0 nimashadi o harfiga o'xshash o'qiymiz-ku. Demakchi 2:05 degan 2:05 degan gap. Undan at 2:05 degan nima bo'ldi ekan? Soat 2dan 5 o'tganda degan gap. At 1 o'clock degancha soat 1da degan gap. At degan nima? Shu soatlarning oldiga keldi demakchi. Oldiga kelib ta degan ma'nosi bor. Ma'no oldi. Qo'shimda Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday'dan oldiga nima keldi ekan? On keldi ekan bizlar. On Sunday, on Monday deb tushunishliqmi? Inni nega ishiltirganimizga qarab o'taylik, tez. In January, in February, in March, in April, in May. Oylarga in deb ishiltirganimizda, masalan,
qachon falan siz qachon bunday qilgandingiz yoki falan ishni qachon qilgandingiz deb so'rab qolsa in January, in February, in March deb bunday ishlatganmiz in deb oldiga oylarning oldiga in deb ishlatganmiz. Ondan yillarning oldiga in ishlatamiz qarang. In 1988 1988 yili degani, ya'ni 1988 yilda deganini aytganmiz, in 1988 deyotganmiz. Yillarning oldiga in ishlatamiz. Oylarning oldiga in ishlatganmiz. Lekin haftaning kunlarining oldiga on ishlatganmiz. Diqqat qilyapsiz a? Aniq soatlargacha soatlarning oldiga at ishlatganmiz. Mana bilyapsiz-ku. Andan keyin manchinchi kuni degan chisllarning oldiga nima deb ishlatganmiz? On. Masalan, July 1st degan 7-ayning 1-da degan gap bu. On July 1st degan. On August 2nd bo'lsa 8-ayning 2-da degan gap. Mana shuni oldingizga on, in, on, at deganlarni. Unda biz jumla tuzib boqaylikmi qarang. When did you go to the dentist? Go degan berish. The dentist degan tish doktori, tish doktoriga berish. When did you go to the dentist? Degan nima javob berib men yozayman do'skamga. Misol bir vaqtni bir mashq o'tib ketaylik demoqchi-ku tezla. Qarang. When did you go to the dentist? Siz tish doktoriga qachon borgandingiz degan gap-ku. Nima javob bersiz? Albatta go ning o'tgan zamon shaklini ishlatasiz. Bilasiz. Go ning o'tgan zamon shaklini nima? Went. I go to the dentist, masalan, at 1 o'clock. Oops, no. I go to the dentist at 1 o'clock demaymiz, ha? Shunchlikku? Savol emas, javob. I go to the dentist at 1 o'clock. Men soat 1da tish doktoriga borgandim degan jumlani hargizmi? Demakchi, birdan keyin da'vatgan gap-ku bu. Birda tish doktorining yoniga borganimiz qanda, u bir o'tgan zamonda bo'lgan ish bo'lib qoladi. Shunga go ning o'rniga qanda went ni ishlatdik-ku. I went to the dentist at 1 o'clock. Shunchlikku savolda nimishqa go deb oladi? Öz shaklida oladi fe'lni, chunki o'tgan zaman demakchi, o'tgan zaman bo'lgandan keyin, o'tgan zamondagi jumla bo'lgandan keyin fe'llar o'tgan zamanda kelish kerak. Qo'shda bo'lganda o'tgan zamonligini bilamiz-ku. Demakchi, bir jumlada bir jumlani o'tgan zaman yoki hozirgi zaman yoki keladigan zaman qiladigan nima sog'dashlar? Xabari jumlaniki. U xabar kelguchi so'z turkumi nima? Fe'l. Bunday fe'llar shunday zaman qarab o'zgarsa, andan keyin biz falon zaman ifodalangan o'y fikrgan deymiz-ku. Ma jumlada hamda demakchi, men savol jumla kona bilim, lekin bir asl to'timan sizga. Demakchi, bu jumla o'tgan zaman qilayotgan nima zodi? Yordamchi fe'l did. Ma'ni bilvason demakchi. Nimishqa go o'z shaklida keldi, asl shaklida keldi. Buning o'tgan zamonga o'zgarishning hojati yo'q. O'tgan zamonga o'zgarish dipsin qandaq fe'lniki yordamchi fe'l do yoki does ustiga kelib qandaq didga o'zgarib bo'lg'achqa fe'l asl shaklda kelyapti-da. Shuni asl savol jumlada asli fe'l o'z shaklida keldi deymiz. Chunki o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini yordamchi fe'l ustiga olib bo'lgan. Endi bayon jumladacha bo'libmi bo'lishliq bayon jumlada fe'l o'tgan zaman shaklida kelmas bo'lmaydi. Chunki o'tgan zaman shaklida keladigan yordamchi fe'l yo'q. Demakchi, bu jumlada yordamchi fe'lning lozimi yo'q. Shunga fe'l o'zi o'tgan zamonga o'zgarib keldi. Tushunishlik-ku? Demakchi, buni tushungan bo'lsangiz, men vaqtni ishlatishni bilib oldingiz demakchi. I went to the dentist at 1 o'clock. Agar soat manchida borgandim demakchi bo'lsangiz. Ya, men soat manchida borgandim demay, dushanba kuni borgandim desam qanday deyman desangiz, I went to the dentist on Monday desak bo'ladi-ku. Avemagandik-ku on Monday. Kunlarning oldiga on keladi-ku. Haftaning kunlarining oldiga, soatning oldiga abay degandek at keladi. At 1 o'clock da. Haftaning kunlarining oldigacha on Monday deb keladi. On deb keladi. Tushundingizmi buni? Unda esa aslında cümlege selep qandaq mashq qila olamiz mundaq. Masalan, ma jumlani misol qilib. When did you go to the dentist? I went to the dentist on Monday. Yoki I went to the dentist at 1 o'clock.
yoki I went to the dentist in January, birinchi oyda borgandim. Yoki I went to the dentist in 1988, 1988 yili borgandim. Yoki I went to the dentist on July 1st. 7-nji ayning 1-i borgandim degandik. On July 1st. Tushunishliqmi bu? Ha, bularni tushundingiz, cho'qim tushunib qoldingiz. Endi biz yozmish mashqlarni ishlataylik, qarang, ha, ko'rib o'taylik. O'zingiz ishlaysiz qolganini. Qarasangiz, written exercises'larning A qismini qarang. Complete these sentences. Ma jumlalarni to'liqlanglar, oyoqlashtiringlar degan gap bu. Example nima deydi? She goes to town every day. She goes to town every day. Nima degan gap bu? U bordi Noy bozoriga har kuni degan gap. U har kuni Noy bozoriga bordi degan gap. Bu yerki goes degan nima? Bu asli go deb, berishni go deydi. Bu nimishqa go ning kayniga es qo'shilib goes bo'lib qoladi, chunki esingizda tuting. Cümlenin egisi 3-nji shaxs birlik. She, shuning uchun. Agar I bo'lgan bo'lsa, I go to town every day deydik. Agar you bo'lgan bo'lsa, you go to town every day deydik. She bo'lib qolganligi uchun she goes to town every day deymiz. Tushunishliqmi? Ha. Demakchi bu hozirda oddiy zamonda ifodalanayotgan odat xarakterli bir o'y fikr. Degan gap odat xarakterli o'y fikr. Davomli qashda bo'ladi demakchi. Ha, she goes to town every day deyapti-ku. Bu har kuni Noy bozoriga bordi deyapti-ku. Unda olgandan keyin bu gapdan chiqib turdi, bu odat xarakterli bir o'y fikrni bildirayotgan hozirgi oddiy zamondagi bayon jumla. Demak, bundaq ahvolda, ya'ni hozirgi oddiy zamonda keladigan bayon jumlada agar jumlaning egisi 3-nji shaxs birlik bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Jumlaning fe'lning kayniga as qo'shilib keladi. Unda olmay qolsa qanday? Fe'lning kayniga as qo'shilmaydi. Masalan, cümlenin ilgisi I bo'lsa, as qo'shilmaydi. I go to town every day deydi. Men har kuni Noy bozoriga borman degan gapni. Tushunishliqmi? Okay. Unda uzun gapning qisqasi she goes to town every day degan bu har kuni Noy bozoriga bordi degan gap ekan. Unda buni u tunugin Noy bozoriga bordi deb o'zgartirib qo'yaylik. Shu o'zgartira olamdi. Albatta she went to town yesterday deymiz. Bu vaqtida go yoki goes nimaga o'zgardi? Went ga o'zgardi. Bir narsani qo'shib deb qo'yay, men diqqat qildingiz yo qilmadingiz. O'tgan oddiy zaman va o'tgan zaman deydi. Men she went to town yesterday. U tunugin Noy bozoriga bordi degan jumla o'tgan oddiy zamandagi jumla. O'tgan oddiy zamanda bayqi hozirgi oddiy zamanda fe'llarning kayniga as qo'shildi bo'libmi, jumlaning egisi 3-nji shaxs birlik bo'lsa degan qoidadagi fe'llarning kayniga as qo'shilish ahvoli o'tgan zamonga maskulinda kelmaydi. Demakchi went ning kayniga as qo'shishning hojati yo'q. Ya'ni jumlaning egisi 3-nji shaxs birlik kan bu unda olsa fe'lning kayniga as qo'shayli deyish to'g'ri kelmaydi. Ma qoida miyaga mas kelmaydi demakchi. Bu fe'llarning kayniga as qo'shilish faqat va faqat qayerga mas keldi? Hozirgi oddiy zamondagi jumlaga mas keldi. Faqat jumlaning egisi 3-nji shaxs birlik bo'lganda. Okay? O'tgan zamongacha mas kelmaydi demakchi. Shunga went deb olamiz. She went to town yesterday. Qolganlarni ishlayolamiz, albatta ishlayolamiz. Men birini ishlab turman, birinchisini ishlab turman qarang. She buys a new car every year. U setib oladi bir yangi mashinani har yili deydi. Demak, u har yili bir yangi mashina setib oldi degan gap ekan. Bu bir odat xarakterli ish ekan. Shuning uchun bu hozirgi oddiy zamonda ifodalandi. Demakchi bu jumlaning, ya'ni hozirgi oddiy zamonda ifodalangan bu jumla egisi she 3-nji shaxs birlik. Shuning uchun buyning kayniga as qo'shilib keldi. Bundan so'ng jumlani ko'raylik. Bizdan talab qilayotgan, ishlashni talab qilayotgan jumlani ko'rsak, she bizma a new car last year. U bir nima qildi? Bir yangi mashinani bultur degan gap, last year degan bultur degan gap. Bundan so'ng hamma buy yoki buysning o'tgan zaman shakli kelish kerak ekan. Nimati setib olishning o'tgan zaman shakli bought, ya'ni B O U G H T men yozay qarang. Agar unutib qolgan bo'lsangiz, asl shakli fe'lninki buy. Uchun o'tgan zaman shakli nima? Bought bundaq. Okay? Demakchi, u o'tgan yili bir kichik mashina setib olgan degan nima der ekanmiz? She bought a new car last year deymiz. Qolganlarni ishlayolamiz, albatta ishlayolamiz. Cho'qim ishlansa o'g'lishlar. Okay? Rostli ishlamasangiz bo'lmaydi.
be məşq qarang. Answer these questions. Bunu suallara cavab veringlar degan gap bu. Examples qarang, ha. It's 8 o'clock. Saat 8 bo'ldi degan gap bu. Deb bo'lib, when did you see him? Sen onu qachon ko'rganding degan gap bu. Ma tirnoqchiga half an hour ago deydi. Half an hour degan yarim soat degan gap bu. Ha. An hour degan 1 soatdi. Half an hour degan yarim soat degan gap. Ago degan oldida degan gap. Bundan so'ng half an hour ago degan nima? Yarim soat oldida degan gap. Yoki yarim soat ilgari degan gap. Xo'sh, shunda bo'lsa, boshdan bir ko'rsak, soat 8 bo'ldi. Sen uni qachon ko'rganding degan gap ekan. Bunga tirnoqchiga ma'ni ishlat deydi. Half an hour ago deganni ishlatib javob ber deydi. Bundan so'ng deb javob berdik. I saw him at 7:30. 7:30 degan nima? Yarim o'tdi 7dan degan gap. Buni 7:30 mu deymiz degan tim yodingizda bo'lsa. 7:30 degan yarim o'tdi 7dan. Ya'ni 7dan yarim o'tdi degan gap bor. Inglizcha mushtaq ifodalaydi. Qarang, I saw him. Saw degan nima? See ning o'tgan zaman shakli. Men demisam bo'ldi-ku qolgan gapni. I saw him, men uni ko'rdim yoki ko'rgandim. At 7:30. Nimishqa at keladi, men abim deb bo'ldim. Soat mancha da degan ma'ni bildiradigan oldi qo'shiluvchi bu at degan. Unda 7:30 degan 7:30 da bo'lgan bo'ldi. At 7:30 degan. Xo'shunda men uni 7:30 da ko'rgandim degan gapkan bu. Nimishqa soni ishlatimiz men deb bo'ldim, men endi demayman. İkinci misal qarang. It's Friday. Juma deydi. Juma kuni bo'libdi. Yani bu yerga itni u demdoq yo'q. Vaqtlarni ifodalaydigan jumlalardagi itni yoki it degan u bu. Mushumdiki. Buni hargizmi u deb tarjima qilmaymiz. Yani u bo'lsa juma deb. Uyg'urchada gap yo'q. U juma deb gap yo'q. Kunga juma yoki bugun kungi juma deb asosan bo'ladi. Okay? Kungi juma desak eng muvofiq. Chunki bu yerda bugun degan gap yo'q. Masalan, it's Friday today deb today yo'q demakchi. It's Friday ni kungi juma deylik, xo'sh. When did she go to London? U when qachon did she go? Badi u yoki u badi to London, Londonga. U London qachon badi degan gap qo'y. It's Friday, juma kuni, ha. Undan so'ng ma'ni ishlatib tuzayotganmiz javobni. The day before yesterday. Bu the day before yesterday degan yodingizda bor, o'lishgan degan gapni mushtalaymiz inglizchada. The day before yesterday deb. Demakchi, ashuni ishlatib javob bersak, ma gapga nima deymiz? She went to London on Wednesday. U borganti Londonga chorshanba kuni edi. Okay? She went to London on Wednesday. Nimishqa went ni ishlatdik, nimishqa yerda go keldi, bulan sababini tushundirmayman. Qiziqsangiz, agar tushunamagan bo'lsangiz, qayta ko'rsangiz bo'ldi-ku videoni, ha? Yoki oldingi darslarda biz so'zlab bo'lgan, okay? And then it's June deydi. It's June degan 6-oy deydi. 6-oy bo'ldi demakchi-ku. U 6-oy deb demaymiz demakchi menga itni. 6-oy deb look. When did Mr. Jones buy that car? Jones apandim qachon setib oldi mashinani degan gap bu. When did Mr. Jones buy that car? Okay? Jones apandim mashinani qachon setib oldi degan gap bu. Last month ni ishlat deydi. He bought that car in May. Nimishqa bu May'ni nereden bildik biz bu yerda May deb bermagan tursa diqqat qiling. Asli berilgan jumlada it's June deydi. Ya'ni 6-oy deydi. Bundan so'ng yerga last month ni nima deb tushunamiz? 6-oyga nisbatan last month nim bo'ldi? May bo'ldi-ku. Undan so'ng 6-oy bo'ldi deb bo'lib Jones efendim mashinani qachon setib oldi degan savolga berilgan last month asosan nima deb tuzatamiz javobni? He bought that car in May. U setib olganti mashinani 5-oyda deb. Okay? On Wednesday in May at 10:30. At on inlan bildingiz qo'ya qanday ishlatishni. Undan so'ng tuvandagi 4 ni ishlayolamiz. Albatta ishlayolasiz. Men birini ishlab turman. Birinchisini qarang, ha. It's 1997. 97-yilda oldi dedi. 1997-yilda dedi. When did you paint this room? When did you paint? Qachon siz sirlag'andingiz degan gap bu. This room, ma uyni. Ya'ni ma uyni qachon sirlag'andingiz degan gap bu. Bizning quliqimizga nima deb
pichirlayotdi birisi last year ne ishlatdi deydi. Javob: I painted this room in 1996 deymiz. Shu topda 1997-yil bo'ldi degan gap mi? It's 1997 degan 97-yil deydi. U bo'lsa 97-yil deb gap yo'q Uyg'urchada. Bu yil 97-yil deb tushunsak bo'ldi. Okay? When did you paint this room? Siz ma uyni qachon sirlagantingiz? Ma meyarga berilgan last year asosan men deb xulosa chiqaramiz. 96-yil ekan deb. Javob: I painted, paint ning kayniga ed ni qo'shib painted deb olaman. Sababini demayman. I painted this room in 1996 deb javob beramiz. Agar abayqi gaplarimga nayta zangsilayotgan bo'lsangiz qandoq? Cho'qim hammani tushundingiz. Unda o'zi qandoq? Biz inshaalloh keyingi darsimizda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.